qiynaldik, lekin ich olishga xudoga shukr, alhamdulillah mana ich oldik. Ma'lum ikki mashinamizni galovkasini boltni cho'zilgan, uzilib ketdi, ichiga qolib ketdi. Akfixni oldik. Akfixni olib, magnit uchiga yopishtirib, sepib, yopishtirib qo'ydik, ich oldik. Qiynaldik, lekin ich olishga xudoga shukr, alhamdulillah mana ich oldik. Mana shunday qilib ich olsanglar bo'lar ekan. Bemalol. Magnit o'zi bilan ichishdan olgan, lekin bunga qiyin ekan, ichish alyuminda, chunki o'zi bloki. Tushgan bo'lsa juda oson ichilishda alyuminga qisib qolgan. Bir balo qilib ich oldim, xudoga shukr. Akfix qilib ich oldim. Yo'q, benzin raso 80 benzin solgan, shuni hisobiga shunday bo'lgan. Porshinni sindirib raso qilgan. Mana. Bir dona Porsche tiqyoramiz, xudo xolasa. Birinchi Porsche singan. Qolganlari zo'r turibdi. Qo'yib yig'amiz, xudo xolasa. Kraskasi ketganmi? Hamma narsasini yuvib tozalab, qurumlarni ketqarib, struchkalarni shot qilib yig'iladi, xudo xolasa. O'tamiz. Tepasiga kelgan o'zi bu. Sariqcha nuqtacha kelgan. Nachitalar qo'yilib bo'ladi. Mana bu 2 Premier metkasi. Mana bu ikki mashinamizni motorlarini yig'ib tayyor qilib xudo xolasa bir dona Porsche qo'ydik. Ishlashlar cho'p xudo xolasa. Kapalni ochamiz. Umuman deb yo'q.